Toshkentdagi eng qimmat top 5 ta restoran qaysiligini bilasizmi? 5-o'rinda Jahongir Latipov ochgan Salama restorani. 2 kishi kelib, indamasdan $100 tashab ketadigan joy. 4-o'rinda Toshkent City Mall tomida joylashgan Papaxa restorani. Bu restoranga Habib Nurmagomedov o'zi asos solgan. Bu yo'lga kelib, 2 kishining ovqatlanishi taxminan $120 atrofida tushadi. 3-o'rinda bo'lsa Intercontinental 17-qavatda joylashgan Ember restorani. Menyusidagi ekzotik taomlar va ko'plab mahsulotlarni import qilishi bilan ajralib turadi. 2 kishi kirsa, indamasdan $200 tashab ketadigan joy. 2-o'rinda oxirgi 15 yil ichidagi Toshkentning eng qimmat restoranlaridan biri Bazilik. 2 kishi uchun shot $200 dan boshlanadi. 1-o'rinni yechishimdan oldin videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. 1-o'rinda bo'lsa o'sha hamma muhokama qilib ulgurgan Novik restorani. Bu restoran Toshkent City Parkda joylashgan. 2 kishi kirsa, 200, 300, hattoki $500 shot o'tirib qo'yish ham hech gap emas. Siz yana qaysi restoranlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.